O'sishdan orqada qolib. Bir hafta o'sishdan orqada deyishdi yana. Yurayverishi yo'q. Abort qilamiz deyishdimi? Men kirganda shunaqa dedingizda. Shohsupa anaqa bir hafta kichkinami bola? Hammasi yaxshi ekan, yurakchasi urib turibdi. Juda katta. Ikkita buyraklarini ham yo'q degan ekan. Ha, ikkita buyragi ham yo'q degan. Ikkalovi ham ishlayapti. Homiladorlikni to'xtatishimiz kerak. Hattoki eri ham aytdi, xo'jayiningiz ham bo'ldi bunaqa bola kerak. Demak, bolada nogironlik bor, oldiramiz deyishayotgan ekan. Xo'jayingiz ham oldirib qolamiz dedilarmi? Agar Oyijonlar, ko'rdinglarmi? Shohsupa. Voy, oyog'im. Shohsupa sog'lommi bola? Bolamiz xudo xohlasa sog'lom. Yaxshi. Nazorat qilib beramiz. Oldirishga ko'rsatmayapmi? Yo'q, hozir hech qanaqa ko'rsatmasi yo'q. Hozir salom qilib oling. Sizlar sababsiz qilgan bo'lsin. Sizlarga ishonib keldim, chirchiqdan keldim. Rahmat.